Ba'zi pati yulingan tovuqlar katta gapiradi-yu, unaqa qilib tashlayman, bunaqa qilib tashlayman. Ko'ti bo'q bo'ladi unaqalarni o'zi. Aynan o'shunaqa insonlardan qo'rqishni hojati yo'q-da. Qo'lidan hech nima kelmaydi. Erkak kishi esingizdan chiqarmang. Nonni katta tishlaydi, lekin gapni katta gapirmaydi. Amalda ko'rsatib qo'yib jim bo'ladi. Tomosha qiladi. Bidi qilib uni unaqa qilib tashlayman, buni bunaqa qilib tashlayman degan gapda o'zini haqiqiy erkakman degan insonga to'g'ri kelmaydi. Erkak kishi o'ylab ish qilish kerak-da bir ishda. Qila olishiga aqli yetsa, keyin gapirish kerak. Gapni katta gapirib, ishtoniga chichib qo'ygandan keyin sharmanda bo'lish u erkak kishiga yarashmaydi-da. Oldin o'sha narsani amalda ko'rsatib qo'y. Sen men zo'rman deyishing shart emas. O'sha narsani eplab qo'y, seni zo'r deb bilishadi o'zi.